Assalomu alaykum. Ikkinchi darsimiz bozor strukturasi haqida bo'ladi. Ya'ni bozorda ko'tarilayotgan trend, tushayotgan trend aniqlash, impuls korreksiya aniqlash, trend buzilishi, trend davom etishini aniqlash bo'ladi. Bu bizga keyingi bosqichdagi order block, FVG, patternlarni ishlash hamda illyot to'lqinlarni ishlashdagi eng fundamentalni kerak darsdan bittasi. Bu darsni yaxshi o'zlashtirgan odamga, xudo xolisa, keyingi darsi oson bo'ladi. Bu darsni tushunmagan odam уже qolganlarni umuman tushunmaydi. Eng muhim dars o'shanga vнимательный qaraysizlar bu darsga. Bizda bu yoqda ko'rib turganingizdek o'suvchi trend bor. Ya'ni narx tepaga, pastga ketyapti. Narx o'zgaryapti, tepani yengilyapti. Pastda qolyapti shundoq. Bu o'suvchi trend deyiladi, up trend deyiladi, yana boqa trend deyiladi. Nomlari har xil. Xo'p, mana bu o'suvchi trendni pasti. Higher low deb aytiladi. Bu higher high, ya'ni o'suvchi trendning tepasi. Higher low, higher high. Higher low, higher high. Mana shunaqa narx ketyapti. Shu yerdan ajratib olamiz. Mana bu bo'lsa уже tushuvchi trend bo'lyapti. Ya'ni narx lower high, lower low, ya'ni tushuvchi trendning tepasi, tushuvchi trendning pasti. Chunki bu yoqda minimumni yengillab ketyapti. Minimum. Maksimumlar qolyapti shundoq. Shuni hisobiga tushuvchi trend deb ataladi. Keyin bu yoqda eng muhim narsa impuls hamda korreksiya. O'suvchi trendda har doim impuls tepaga bo'ladi hamda pastga korreksiya bo'ladi. Impuls korreksiyaga qaraganda bir necha barobar uzun bo'ladi hamda tezroq bo'ladi. Masalan, 1 soatda 3%, 5% yurib qo'ysa, 2-3 soatda 0.5%, 1% tushadi pastga. Ya'ni korreksiya bo'ladi. Shundan hisobiga biz impulsda savdo qilamiz, korreksiyada faqat bitimga, zilkaga qidiramiz moment. Agar shunaqa ishlanadigan bo'lsa, deyarli zarar qilinmaydi, foyda ham juda katta bo'ladi. Asosiy katta treyderlar, asosiy katta ko'p yillik tajribali treyderlar faqat impulsda savdo qiladi. Mana bu joyda hamda bunaqa joyda savdo qiladi. O'shanga biz bozor strukturasini bilishimiz, impulsni aniqlashimiz uchun kerak. Impulsni aniqlashimiz savdo uchun juda muhim narsa. Xo'p, endi boz bracket of struktura, ya'ni mana bu yerga maksimumni yengilasa, tana bilan buzib qo'yib yopilsa, bizda bu уже breakout bo'ladi, ya'ni trend buzilganini bildiradi. Bu yoqda ham shunaqa, mana maksimumni yengilayapti, tana bilan yopiladi hamda boz hosil bo'ladi, ya'ni trend davom etyapti degan ma'noni bildiradi bu. Short pozitsiyada ham shunaqa bo'ladi. Struktura buzilyapti, breakout bo'lyapti, bu boz deb aytiladi. Ya'ni lower low yengiladi tana bilan. Bo'ldi, bu yoqda bizda уже trend davom etyapti pastga degani. Keyingi bosqich bizda lower low, lower high bo'ldi. Lower low, lower high bo'ldi. Boz bo'lib kelyapti hamda bu yoqda cho'ch bo'ldi. Ya'ni mana bu lower high-ni tana bilan yopdi hamda trend o'zgardi. Bu bizda ya'ni QM pattern deyiladi, saytili aytishadi, keyin bosh yelka deyiladi, har xil otlari bor. Bu yoqda kanal tortsanglar ham kanal buzgan bo'ladi. Anaqada klassikada har xil atamalar bor. Bu asosiy o'zi bitta narsa bo'ladi. Trend o'zgardi tepaga. Endi impuls tepaga bo'lyapti. Biz korreksiyasidan savdoga kirishimiz kerak. O'sha narsa cho'ch deb aytiladi trend buzilganini. Bu yerda pastki trend buzilyapti. Narx tepaga kelyapti, boz hosil bo'ldi, higher high, higher low hamda bu yoqda lower low paydo bo'lyapti. Ya'ni trend o'zgardi, keyin biz korreksiyadan уже kiramiz impulsga. Endi bozorda misol qilib keltiraman. Nima ekan bu Bitcoindan misol qilamiz, Bitcoin ekan bu yoqda. Hop. Mana bu yoqda bizda impuls bor. Korreksiya bor. Impuls bor, korreksiya bor. Bu global struktura deyiladi. Ya'ni bu katta struktura degan narx u. Xo'p, buni ichidagi mana bu narsa bu ichki struktura hisoblanadi. Bu global, ya'ni katta time frame da katta olinadi. Ichki struktura bo'lsa, mana bu yoqda masalan boz hosil bo'ldi. Bu yoqda cho'ch hosil bo'ldi. Bu yoqda masalan yana boz hosil bo'ldi, narx ham davom etyapti. Bu ichki struktura. Biz ichki strukturani kichkina time frame da o'tamiz. Hozir katta strukturani o'tamiz bu yoqda.
Bu asosan tushuncha hozir maqsadim. Tushuncha bo'lsa, keyin ichkariga kirib maksimalni o'rganamiz endi ichini. Hop, shunda bizada mana bu narx buni yorib o'tdi va bizada bu yerda cho'ch hosil bo'ldi. Endi bizada bu yerdagi cho'ch bo'lgani uchun asosiy trendimiz mana bu impuls движения уже pastga boshlandi. Mana impuls pastga, ozgina korreksiya, yana impuls pastga bo'lyapti. Yana ozgina korreksiya, yana impuls pastga bo'lyapti. Asosan движение pastga boshlandi. Shuni hisobiga bu lower low bo'ladi. Hamda buni tepasi korreksiya bo'lgan joyi lower high bo'ladi. Ya'ni tushuncha trendning tepasi hamda pasti. Mana shunaqa joylardan biz bitta qidirishni o'rganamiz keyingi darslarimizda. Yorilganda, yopilganda tasdiq bilan sellga kirish masalan. Shunday narsani o'tamiz. Bizda yana bitta bu yerda hop lower low mavjud. Bu yerda lower high mavjud. Va bu yerda lower low mavjud. Mana shunaqa qilib bu bizda asosiy globalniy trend. Lower high, yana lower low qarab narx yengiladi. Yengilab yopilsa lower low hosil bo'ladi, yengil lower low bu yerdan bizda. Mana shunaqa qilib aniqlaymiz biz trendni. Tepaga yoki pastga ketayotganini. Xo'p, endi bizda bu yerda boss aniqlaymiz. Boss mana bu yerda bor. Trend davom etyapti. Lower low yengilagan joydan boss aniqlanadi. Bu boss bo'ldi. Keyingi bossimiz mana bu yerda bo'lyapti. Boss hosil bo'lyapti. Mana shunaqa qilib bu vazifa chizib qilib berasizlar. Keyingi darsda уже buni yaxshi o'rganib olganimizdan keyin ichkiga kirib ichki strukturani sinishlarini o'tamiz. Ichki struktura qanaqa siniladi? Masalan, bu globalniyda tushuvchi trend bo'lyapti. Kichkina time frame olganingizda bu yerda ichki strukturalar bor. Savdo uchun masalan ochsa bo'ladi bitim. Mana bu yerda cho'ch hosil bo'ladi. Hamda bitta korreksiyasidan ishlasa bo'ladi. Shularni o'tamiz keyingi darsda. Uyga vazifa masalan top turib, mana shunaqa joylarni lower high qilib chizib chiqish kerak. Buni keyin yana mukammallashtiramiz. Bu hozircha eng aniq varianti, oson varianti bo'lyapti. Mana shu birinchi darsimiz o'zini 3 qismga bo'lib o'rganamiz. Bu hozir prosta strukturani aniqlash, cho'ch, boss hamda lower high. Uyga vazifa 5 ta kamida mana shunaqa grafikdan topib, menga screenshot qilasizlar ham qilib Wordga tashab turib, tashlaysizlar gruppaga ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.